Gitler Germaniyasida SS degan tashkilot bo'lgan. Bu 1925-yilda tashkil topgan o'zi, ya'ni Ikkinchi jahon urushidan 17 yil oldin. 25-yilda SS tashkil qilinadi va sekin-sekin bu kattalashib, xuddi mana shu prezident administratsiyasiga o'xshagan. Avval bu kichkina bir o'sha davlat rahbarini qo'riqlaydigan bir bo'linma bo'lganda, bu SS kichkina bo'linma bo'lgan. Va buni birinchi tashkil qilganda 30 ta xodimi bo'lgan. 30 ta xodim bilan ish boshlagan mana shu bo'linma sekin-sekin katta vakolatlarni olib ketganda, xuddi mana administratsiya misolida to'g'ri keladi. Katta vakolatlarni olib ketganda va shu darajaga yetganki, butun davlatni nazorat qilishga o'tgan. Va bular nima qilgan birinchi bo'lib, hali urush boshlanmasdan oldin o'sha muxoliflarni, ya'ni o'sha paytda saylovlar bo'lgan, muxolifatlarni qamagan, bitta o'sha hukmdorga, ya'ni bitta partiyaga xizmat qilgan, xullas shaxsga o'sha Gitlerga xizmat qilish boshlanadi. So'z erkinligi, tanqid qiladiganlar hammasi bo'g'iladi. Mana bugun kimdadir mikrofon ochiq. Hozir bir minut xalal beryapti. Ya'ni bitta tizimga xizmat qilish boshlangan. Bizni o'sha Karimov davridagi SMBga o'xshagan. Va o'sha tanqidchilar qamalgan, mediadagi so'z erkinligi bo'g'ilgan, bloger, jurnalistlar qamalgan, hammasi bilan SS shug'ullangan. Va bu keyin kattalashib faqat Germaniyada emas, SS bo'linmalari boshqa Yevropa davlatlarida, Italiyada, Shvetsiyada, Ispaniyada, Norvegiyada ham tashkil qilingan. SS bo'linmalari. Ya'ni kattalashib ketgan. Va bular mana shu davlatlarning o'ziga, Yevropaga juda katta zarar olib kelgan. O'sha Germaniyaning o'ziga ham juda katta zarar. Nima uchun? Chunki davlatni lokomotivi, ya'ni rivojlanishning lokomotivi bo'lgan so'z erkinligini tarafdorlarini qirgan, muxolifatchilarni qirgan, hammani tozalagan. Yakunda nima bo'ldi? Bitta partiyani aytgani bo'ldi va Yevropada Ikkinchi jahon urushi boshlanib ketdi. Qancha millionlab odamlar o'lib ketdi. Ikkinchi jahon urushi birorta davlatga, birorta xalqqa kerak emas edi. Yo'q joydan bo'lib ketdi mana shu bitta kuchni tomonidan. Bitta nimani. Va buni Ikkinchi jahon urushi tugagandan keyin bilasiz, o'sha sudi bo'ladi, ya'ni SSchilar hammasi sudlanadi va buni ustida o'sha endi yangi o'sha davlatlar deymizmi, nimalar o'zi ishlab o'rganganida mana shu SS tashkiloti nima uchun bular qonunni emas, bitta odamni tepadan kelgan topshiriqni bajaravergan deganda 70% dan ko'pi savodsiz odamlar bo'lib chiqqan, SSda ishlaydiganlarni. 70% dan. SS ishga olishda, o'ziga olishda uni jismoniy baquvvatligiga e'tibor bergan va uni savodsizligiga e'tibor bergan. SSda ishga kirish uchun baquvvat, kuchga to'lgan bo'lish kerak va savodsiz bo'lish kerak albatta. U aqlli bo'lish kerak bo'lmagan. 70% dan ko'pisi savodsiz bo'lgan ekan. Fakt bilan tasdiqlangan. Va mana shuni tushunib yetgani uchun bular aytdiki, ha, demak bizda ta'lim abgor edi. O'sha paytda davlatlar hammani, butun xalqni ta'limiga 100% qaramas edi. O'shaning uchun savodsizlar ko'payib ketdi davlatda va mana shu savodsizlardan hokimiyatga kelgan kuchlar o'zini manfaati yo'lida foydalandi. Va bu savodsizlar har qanaqa topshiriqni qilaverar ekan. Bular qonunga ham qarab o'tirmas ekan. Bular kim to'g'ri gapiryapti, tahlil ham qilmas ekan. Qama degani qamar ekan, o'ldir degani o'ldirar ekan. Shu savodsizlarni deb biz Ikkinchi jahon urushiga kirib ketdik degan xulosaga kelib, bular nima qildi? Ta'limni isloh qildi. Bugun ta'lim juda zo'r Yevropada mana shu uchun. Bular chunki istamaydi bugun savodsizlar chiqib, ertaga boshiga balo bo'lishini istamaydi. O'shaning uchun ham ta'limiga juda qattiq e'tibor beradi. Endi bizning ta'limga qarang. O'sha ichki ishlar, o'sha gaylar dediz, videolari chiqadi, ko'rasiz, o'z suhbatda qilasiz. Hamma savodsizlar. Hammasi o'sha SSnikiga o'xshagan kuchga to'lgan, lekin savodsiz. Xuddi SSnikiga o'xshaydi. Nima uchun ahamiyat berganmisiz? Aqlli odamlar ishga olmaydi. Nima uchun ko'rmaysiz? O'sha ichki ishlar tizimi boshqa mana hokimlarni ko'rdiz. Gapiradigan gapida tuzi yo'q, savodsiz. Qanaqasi hokim bo'lgan? Chunki bu savodsizlar xizmat qiladi. Bu mana Yevropa misolida, SS misolida Yevropa davlatlari ko'rgan bular qanaqa xizmat qilishini. Va bular xulosasini chiqardi. Bular ta'limni isloh qildi. Bular bo'ldi, jamiyatda savodsiz odam bo'lmasin, ertaga bu boshimizga balo bo'ladi dedi. Bizchi? Albatta bizniki ham shu SSga o'xshagan
o'zimizni borib jariga etib tashlagandan keyin biz xulosa qilamizmi? Qachon biz tuzalamiz?